O'shanbek biltirgi qisha g'amlab qo'ygan o'tlarimiz, yemlarimiz hammasi tamom bo'lib qoldi. Endi bahor keldi. Bahor oyida bir mollarimizni bir güchlantiradigan, quvvat beradigan bir yem, zakoniy bir mollarimizni omuqda yemlari sotadigan arzonroq skidga qo'ygan do'koningiz yo'qmi degan obunachilarimiz uchun bugun G'azovat qishlog'ida Jo'lanbek do'stimiz, Jo'lanbek og'amizni yem omuqda yem do'koniga keldik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xursandbek Alimovich kanalida bugungi manzilimiz G'azovat qishlog'idagi Jo'lan og'amizni yem, shurut, kunjara, kapak har xil turdagi omuqda mahsulotlarni sotadigan do'konlar magazinga keldik. Hozir birgalikda bizning uchrashuvga davom etasiz. Biz boshlaymiz. Assalomu alaykum. Jo'lan, xayrli sog'lik, ishimda qilaylik. Rahmat, jaliyatimiz. Harman. Barobar. Ha, bosyapsiz. Ova, amaliyat bo'lsin. Ha, bo'ldi. Siz yemlari ko'paytiryapsiz-ku, qanday bu pul tikyapti. Shu keladi, ketadi. Ha, молодец. Endi xudo xolasa ro'za Ramazon oyida hamma do'konchilar, aynan kasablar, boshqa hammasi ketib, aksiya qo'yib turibdi-da. Keyin obunachilarimiz so'rab turibdi, shu endi bahor keldi-ku. O'tlar, uchakdagi o'tlar kamayadi. Aytadi, yemlar shuning uchun qimmat, sal bu ozroq bir varianti yo'qmi degan do'kon obunachilarimiz uchun sizni magaziningizga keldik. Yana Jo'lanamiz yana qo'llangancha skidga etib beradi deb. Shunga endi bir o'zingiz bir skidga yana baholarni aytsangiz endi xudo xolasa. Bo'ldi, arzon. Arzon beramiz. Ha, bo'ldi. Qaysi nechik turdagi nelarimiz so'baydi? Shu kunjara, mola, to'g'a kerak hammasi bor. Mola, to'g'a hammasini, qarang. Kunjaralar necha so'mdan bular? Kunjaralar 6700 so'm bu. 6700 so'm. Ha, u ko'proq 100 kilodan oshsa 6500 so'mdan ham to'g'ri kelaveradi. 6,5 dan, ha. Bu yerda shurut. Bular 6200 so'm. 6200 so'm. Ha, buni ham 6000 so'm, 100 kilodan oshsa buni ham 6 dan beraveradi. 6 dan beramiz buni, ha. 100% tabiiy. Ha, bu nedan keladi bu? Zotdan kelishi, zotdan ketishi bo'ladi bu. Ha, zotdan, qo'lma-qo'l o'tgan ustiga pul qo'yib, boshqa olib sotar. Mashina bor, ashunda ikkalaman, shuni bilan. Bo'ldi, gap yo'q. Keyin ichida kapak ishkib nov bo'lsa bor. Kapak bor, ana kapak 90 ming so'm. Ha. O ko'proq oladigan bo'lsa 88 ming so'mdan beramiz. Ha, o'zi 90, ko'proq olsa 88 dan kelishadi. Bayovut. Bayovut kapak. Ha, bu endi hozir hamma o'kiz vaqt tutdi, net tutdi endi, to'g'rimi? O't kamchilik, shuning uchun arzon paras bu narsalar. Unda yana kapaki 10 qo'shib beryapmiz. Kapaki 12 kan dollar. Onda 2-3 sort unlarimiz bor. Ha, ana o bu chestin buğday kapakka yana undan qo'shiladi. Ha, klient gözünün oldida qaramiz buni. Buni yesam bo'ladi, qaranana bo'lni bo'ladi, qarana yeydi. Chestin un qo'shiladi bunga? Ha, unda 2 sort. Ha, shu undan qo'shiladi, ha? Dik shundan qo'shiladi, lekin klientlar gözünün oldida qo'shamiz. Ha, o'zimiz tayyorlab qo'yamiz. Ha, bo'ldi. Necha aralashtirib qaqqani yap berasiz, to'g'rimi? Ha, o'sha beramiz. Unda makka, buğday, arpa chiqarib beraveramiz. Ha, buni chiqar. Ha, o'zingiz ham chiqarib berasizmi? Ha, unda apparat bor, chiqaramiz. Ha, bunda o'zingiz apparatingiz ham bor ekan, mo'jiz. Bu hammasi buğdaydan chiqadi, makkadan chiqadi, arpadan chiqadi. Hech qo'shimcha yo'q. Xohlasangiz aralashtirib berasiz. Yo'q, aralashtiramiz. Endi ishlatib chishdi o'zi. Havo, buni oladilar. Shundan chiqam 20 makka. 20 makka bor. Makkani o'zi. 5000 so'm beramiz sana chishdi o'zini. Ha, buni sotilishi 5000 so'm. olib shuna dökib, assortimentat qarib, o'zi aksib ham turibdilar-da. Hammasini o'ynadi. Har xil. Lekin o'zimiz o'lchab beramiz. Qarib ber desa, xizmati bizdan qarib beramiz. Makkamiz bor, Amerika joyida ana Makkada o'tibdi, Kunjarada o'tibdi. Makka optimaladan bo'lsalar, hozirgi kunda 4600 so'm beramiz. 4600 so'm. O'zi 4800, 5000 so'm sotyapmiz. Lekin apparat o'zimizda bo'lgani uchun undan 5000 so'mdan beryapmiz. Undan 5000 so'm. Makkani o'zimizda bo'lgani sababli. Tushundim. Shunda apparat o'zingizdan o'zaro kelib bersan, buni chiqarib berishingiz mumkin? Yo'q, o'zaro kelib bersa, shu 20 ming so'm, 15 ming so'm bo'laveradi bizga. Ha, xaltasi. Ha, yeyishimiz ekan, oxu. Amaliy. Aytgan razmerda chiqarib beramiz. 20 desa 20, meda desa meda, setkalarimiz bor. Ha, har xil. Hurmatli obunachilar, ko'rdingizlar. Ikinci kapakimiz bor, u ikinci kapak bera tushmaydi, mashinaga ketadi. Hali akşam azanda çıkarım ben uyuya varmadım yolda. Doğru işe yatırışımız. Ha, onu zakaz verip kütü oturalım. Zakaz yok, onu özü, beni Danida adamlar özeri biledi. Bu mala mı? Bu mala, o doğru priyama gitedi, bir yere
azroq tushiramiz-da. Boshqacham yo'q, ne? Uni klienti xudoga shukr yomon emas, jalli. Kunji kepak-ang. Lekin o'zi asli tor kepak u. Kunji kepakdan bo'lgan qog'oz. Qora bo'ladimi u? Unda ana bor, ochib berdi. Bo'ldi. Ashunday. Mana hurmatli obunachilar, ko'rdingizlar, Jo'lanam yana kelsangiz hamma xizmatlari bor. Shurutlar ham, keyin kunjaralar ham arzonat tushirdi. Tushirgandan keyin ham unda o'zini apparati bor. Aytsangiz chiqarib berish xizmati ham bor. Arzon variant, hammasi arzon. Gördüğünüzde hürmetli abonachilar, agar shunday yem mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, arzon variantda, skidka variantda Xursandbek Alimovich kanaliga obuna bo'lib, bizning videoni ko'rib kelib, Xursandbekning videosini ko'rib keldik deb kelasizlar. Shunday narsalar emas, hamma yem mahsulotlarimiz arzon skidka variantda. Hürmetli abonachilar, bu ro'za Ramazon oyina dalıklı yer yo'q. Bu dakansa dedi. Jo'lanam aytdi, dakansa men shu 6 oydan berdim, dakansa dedi. Bu ma'lum bir kun aytib yo'qdan dakansa shu narsa shu senadan 6 oydan keyin buni ish qilib tushib harkasini tushib beraman dedi. Sana qalan aytgan odam dedi. Shunday ish qilib hamma xizmatlari bor. Kelaverasizlar. Xursandbek Alimovich kanalini ko'rib, bir like-larni qo'yib kelaverasizlar. Sog'-salomat bo'linglar. Abonachilar, manzilimiz G'azot bozoridan kelishdik. Unda qaysi to'yxonada o'tgandan keyin o'zlari reshotka zavor bilan o'ralib turibdi. Jo'lanamiz yemxonasi. Kelaverasizlar.